Do'stlar, sizlar bilan Game.uz va Roblox One Speed Be a Brain Tor o'ynaymiz. O'tgan safargi videoni ko'rganingizdek, Steliklarda cheat ishlatdi kimdir va bizning mashinamizni o'g'irlab ketdi. U yaxshiroq mashina edi. Ammo biz o'tgan safar aytgandek mashina o'ynaylik edi. Lekin g'alati dedik. Endi bu safar o'ynaymiz, mayli qani, ketdik. O'yinni boshlashdan oldin obuna va like'larni bosib qo'yinglar. Agar biz 50 ta bo'lsak, yuzimni ko'rsataman. Olsun pasatır olyapman de. Endi do'stlarim pul 500. Qayoqqa bordi? To'xtanglar. Men bir bitta tuberdan ko'rganman. Oh my god. Yuraman. Yurganimdan keyin mana bosishim kerak bunaqasi. Tap bosishim kerak. Lekin olib ketolmadim. Bu noob oldi. Noob oldi. Ana. Noob tez yugurar ekan. Zo'r o'yin ekan. Ko'rdinglarmi? Yomon basa qo'yamiz. Biz qaranglar. Sizlar Brain Tor o'ynaganlarga bu anaqa. Siz Brain Tor bo'lib bunday yurasizlar. Odam sizlarni sotib oladi. Sotib olgandan keyin ya'ni sizlar bas Brain Torni sotib oladi. Biz bitta eng qimmatini topaylik. Eng qimmati. Sotdi. Ketdi. Eng qimmatini oldik. Eng qimmati. Tezligimizni ham kuchaytirishimiz kerak bunda. Bunda qanaqa bo'lib kuchaytiramiz salaring? Bunga menimcha bilsam kerak. O'ynaman buy. Upgrade bo'lyapti bizga. O'yin zerikali o'qimayapti. Mana deb qo'ying. Mana. Ketadi shu. Qanday suvga bor ekan bizga. Hop. Yadi. Round boy. Soteler. Buna qarab turamiz. Buni topishimiz kerak ekan endi. Yok. Biz bunu ketamiz. Yo'q, qimmat bo'lsa ekan. Cappuccino assassino. Qoch, yugur. Ana, kim oldi? Brain Tor yo'q. Mana bu birinchi qismida endi keyingi olaylik. Birinchi qismda ikkinchi qismini kommentda yozing chiqmasligini. Sizlar bilan Game.uz va